Optim bozori mana. Abu Saxiy oyoq kiyimlar kelaverasizlar. Abu Saxiy. Optim. Soat 4 da boshlanadi bo'ldi mana. Soat 9ga qolmay tugaydi mana. Erta sahar kelaverasizlar. Hamma yoq arzon. Optim mana. Toshkent Abu Saxiy bozori. Like bosib, menga obuna bo'lib qo'ysalaring jonli efir qilaman. Mana Optim. Abu Saxiy Optim bozori mana. Ertalab soat sahar 4 dan boshlanadi-da. Kelaverasizlar. Mana shu Optim oyoq kiyimlar deysizmi? Kiyim-kechaklar deysizmi? Hammasidan bor mana. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar mana. Arzon joyidan mana. Abu Saxiy Optim. Like bosib tarqatamiz. Mana Abu Saxiy bozori, Optim bozori mana. Arzon bozori. Optim birinchi qo'llardan. Like bosib obuna bo'lib tarqatamiz mana. Optim. Abu Saxiy Optim. Abu Saxiy Optim bozori. Like bosib obuna bo'lib tarqatamiz. Xitoy toza kutkasi. 2 jun. $155 mingdan ekan. Ichirasi qalin jun. Qaranglar. Aksiya bo'yapti. Bozorda savdo yo'q, lekin magazinlarda uchyapti mana shular. 2 jun. Toza. Toza Xitoy, Turkiya. Vaqt bosibni tarqatamiz. Ayollar kurtkalari. Toza Xitoy. 135 mingdan. Razmerlari bor mana. Toza Xitoy. 135 ming. Qalinligini qaranglar buni. O'ta qalin ekan. 135 mingdan. Toza Xitoy kurtkalari ayollarga. Zo'rgina. Qalin ekan. Juda sintefonmas toza buxavik. Qaranglar 195 ming so'mdan. Like bosib obuna bo'lib tarqatamiz. Mana Toshkent shahrida. Toza original bular. Kintoylari ham bor. Qaranglar Xitoy fabrishni. Buning uchun Xitoylar o'zbeklardan ko'ra arzon sotishadi. Savol. Qaranglar. 120 ming Optimga ham, donaga ham. 120 ming qaranglar. O'ta qalin. Ayollarga ko'p keladi. O'ta qalin qaranglar. Nima uchun arzon bo'ladi savolda? Mana shuni o'zbeklar olib 350 ming 400 ming sotishyapti. Ularda arzonda mana do'kon. Doğru. Yine 500 mingden ekan bular. 500 ming. O'zbeklarda do'koni mana. 165 mingdan ekan kutga. Arzonmi? Ki nachos junlik. Ras kutga. 165 mingdan.